shahar markazi bo'lsa, garaji bo'lsa, podvali bo'lsa, kamiga hamma narsasi tayyor bo'lsa, idish tovog'igacha qoldirib ketilsa, ozgina qimmat bo'lsa ham olmaysizmi? Navoiy ko'cha Orxideya gul do'konining orqasida joylashgan mana shu 4 qavatli domimizda birinchi qavatdan kvartira sotuvga qo'yildi. Kvartiramizni mana bu qismida hovlisi bor, alohida foydalanadigan garaj qilib qo'yishgan. Bundan tashqari alohida qo'shimcha garaji ham bor ekan. Eng qiziq tomoni buni o'zini alohida podvali ham mavjud. Podvalni stilajli qilib turib, chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Kvartiramizga temir eshik orqali kirib borasiz. Uy egalari juda ham e'tibor berishar ekan ko'p narsaga, juda ham hamma narsani yaxshisini ishlatishgan. Eshikdan kirganimizda alohida mana shunaqangi hol qismimiz, koridorimiz bor. Koridorimiz o'ziga mana bu qismiga chiroyli shkaflar yasattirib qo'yishibdi va oyna vazifasini ham bir vaqtda bajaradi. Uyimizni birinchi keling sanuzuldan boshlaymiz. Sanuzulni o'zida ham ajoyib yechim qilingan ekan. Mana qarang, chiroyli qilib kafellarni ham hamma narsasini tayyor holatga keltirishgan ekan. E'tibor berib qo'yasiz. Koridorimiz, sanuzulimiz hamda aynan mana shu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz to'liqligicha tupli pol qilib qo'yilgan holatda. Samsung televizorlarini hamda mana shunaqangi chiroyli mebellarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi o'z o'rnida qoladi. Gap o'rnida davom ettiramiz. Keyingi qismimiz uyimizning mehmonxonasi, konditsioneri ham bor. Bu tomonda mana shunaqangi mebellari, mana bunaqa bagemi idishmi nimadir deydi. Hamma narsasi o'z o'rnida qolar ekan. Siz videoda ko'rgan narsa hammasi qoladi. Faqat kiyimlarni olib chiqib ketishar ekan, xolos. Qolgan xonalarimiz ham hammasi radiator orqali isitiladi. Keyingi qismimiz o'zi aslida oshxona bu yerda bo'ladi. Oshxonani balkonga ko'chirishgan ekan. Samsung brendiga tegishli xolodilnigi bu tomonda LG ning 8,5 kilogramlik kryush mashinasigacha hammasi qoladi. Hoffman betovoy texnikalaridan foydalanishgan ekan gaz uchun va Westin kotellarini o'rnatishgan. Ovqatlanish qismimizda ham alohida konditsioner hamda televizorlar bor. Bemalol qisqa qilib aytganda shuni sotib olasiz, yashayverasiz. Romlardan ham termosini o'rnatilgan, tashqariga panjaralarni ham o'rnatib qo'yishibdi. Hujjatlari 100% joyida bo'lgan kommunal tarmoqda muammosi yo'q kvartiramizni bo'ladigan narxi $50,000. Egalarning telefon nomeri videoni pastda sotmoqchi bo'lganlar telefon qilishini mumkin.